Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz sizlar bilan bioinformatikaning Needleman-Walsh algoritmini o'rganib chiqamiz. Needleman-Walsh algoritmi dinamik dasturlash turlaridan biri bo'lib, bioinformatikada nihoyatda keng qo'llaniladi. Xo'p, Needleman-Walsh algoritmi bizga qachon kerak bo'lishi mumkin? Deylik, siz tabiatdan biror bir turni o'zingiz o'rganish uchun oldingiz. Bu o'simlik yoki hayvon bo'lishi mumkin va uni siz o'rganib chiqib, qator morfologik va fiziologik xususiyatlariga ko'ra qaysi turga kirishini taxmin qildingiz va taxminingiz qanchalik to'g'ri ekanligini aniqlash uchun uni molekulyar jihatdan, ya'ni DNKsini o'rganib, qaysi turga kirishini aniqlashga qaror qildingiz. Albatta bilasizki, har bitta turni ma'lum bir DNKsi bo'lib, faqat o'sha tur uchun xos bo'ladi va biz istalgan turni, ya'ni xalqaro turlar jadvalida ma'lum bo'lgan, ilm-fanga ma'lum bo'lgan turlarni DNK ketma-ketligi orqali topishimiz mumkin bo'ladi. Deylik, siz tabiatdan o'rganish uchun olgan organizmdagi DNK ketma-ketligi quyidagi ko'rinishga ega va siz xalqaro genlar bazasidan o'sha turga tegishli bo'lgan DNK ketma-ketligini ko'rganingizda, u ketma-ketlikni quyidagicha ko'rinishga ega ekanligini aniqladingiz. Va ko'rib turibsizki, ushbu ketma-ketliklar bir-biridan farq qilyapti va bir qancha o'xshash jihatlar ham mavjud. Endi sizni oldingizda asl holatda DNK qanday bo'lgan dastlab yoki DNKni qaysi qismida o'zgarish yuzaga kelishi tufayli original holatda mana bunday bo'lgan DNK bu holatga kelib qoldi degan savol tug'iladi. Va buni aniqlash uchun sizda ikki xil yo'l bo'lishi mumkin. Birinchi taxminimiz: adenin, timin, guanin va o'rtada bitta nukleotid yo'qolib ketishi tufayli shu holat yuzaga kelgan va bu yoqda bitta nukleotid almashinib adenin, guanin holat birlashgan bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasam biz mana bu yerga bo'shliq qo'yishimiz mumkin va bu yerda ham bitta almashinish bo'lib, yoki mana shu joyga bo'shliq kirish orqali, ya'ni bu yerga yoki mana bu yerga bo'shliq kirgizish orqali ikki tomondagi nukleotidlarni bir-biriga moslashimiz mumkin. Bizda ikki xil taxmin yo'li bor ekan. Xo'p, demak, ulardan qaysi biri ishonchliroq? Biz ularni qaysi birini aniq mana shu gen ketma-ketligi to'g'riroq degan savolga javob berishimiz uchun ma'lum bir baholashlar yoki ma'lum bir mezonlar asosida belgilashlar kirgizishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun albatta har bitta mos tushayotgan nukleotidlar uchun ham ball berilishi kerak. Bu kabi mos tushmay qolayotgan nukleotidlar uchun ma'lum bir jarima ballari ayrilishi kerak va mana bu kabi biz bo'shliq deletsiya o'rnida qoldirib ketayotgan joylar uchun ham jarimalar berishimiz kerak bo'ladi. Va bularni natijasida biz qaysi taxminimiz ko'proq ishonchli ekanligini aniqlab olishimiz mumkin. Keling, biz siz bilan belgilashlar kirgizib olamiz. Deylik, har bitta mos kelishni, buni ingliz tilida match deb atashadi. Har bitta match uchun qiymat berib olamiz va har bitta match uchun 1 balldan berishga kelishib olamiz. Va albatta har bitta mismatch uchun ham salbiy, ya'ni manfiy baho berishimiz kerak bo'ladi, ball berishimiz kerak bo'ladi. Har bitta mismatchlarimiz uchun -1 ball berishga kelishamiz va mana bu kabi bo'shliqlar deletsiya bo'lgan o'rinlar uchun -2 ball beramiz va bular gap penalty yoki gap jarimasi deb ataladi. Gap ingliz tilida bo'shliq degani. Mana shu kabi bo'shliq qoldirganimiz uchun -2 ballni berib olamiz va biz qilayotgan taxminlardan qaysi biri ko'proq to'g'ri ekanligini qiymatlar orqali aniqlashimiz mumkin bo'ladi.
Deylik, birinchi taxminimizda adenin va adenin bitta match skor bo'ldi, o'shaning uchun 1 ball beramiz. Va ikkinchi nukleotidimiz timin bo'lishi kerak ekan, bu yoqda ham timin bor, o'shaning uchun yana 1 ball beramiz. Uchinchi nukleotidimiz guanin. Bunda ham guanin bor ekan, demak bu yerda ham match bo'lganligi uchun yana bitta plus 1 ball qo'shamiz. Va keyingi nukleotidimiz guanin. Bu yerda esa biz bo'shliq oldik moslashtirib borish uchun. Demak, bu bo'shliqni hisobiga biz -2 ball beramiz. Jarima balli sifatida -2 ballni ayirib tashlaymiz. Keyingi nukleotidimiz sitozin. Bu yerda esa adenin turibdi. Demak, nukleotidlar bir-biriga mos tushmaydi. Ikki xil nukleotid. Bu yerda sitozin bo'lishi kerak edi aslida, lekin adenin turibdi. Ana o'shaning uchun mismatch qiymati beramiz va -1 ballni ayirib tashlaymiz. Va oxirida guanin nukleotidi va bizda ham guanin nukleotid bo'lganligi uchun plus 1 ball beramiz va umumiy qiymatni hisoblaymiz. Umumiy qiymatimiz bizda 3 va yakunida plus 1 ga teng ekanligini ko'rib turibmiz. Va ana endi ikkinchi nukleotidimizda ham nukleotidlar ketma-ketligimizni ham qiymatlar asosida baho berib chiqamiz. Birinchi nukleotid adenin, demak, asl holat bilan biz genlar bazasidan olingan asl holat bilan mos tushayotganligi uchun unga plus 1 ball beramiz. Va ikkinchi nukleotidimiz timin va timinni qarshisida bo'shliq turibdi, ya'ni gap jarimasi turibdi. Ana o'shaning uchun bu yerga biz -2 ball beramiz. Yoki bir varakaga -2 ni qo'yib ketishimiz mumkin. Uchinchi nukleotidimiz guanin va guaninlar bu yerda mos tushyapti. Ana o'shaning uchun bu yerga yana plus 1 ball beramiz. Bu yerda esa bizda ko'rib turganingizdek mismatch holati yuzaga keldi va shuning uchun yana -1 ballni olib tashlaymiz. Va oxirgi nukleotidimiz esa bizda ko'rib turganimizdek guanin va guaninlar mos tushyapti. O'shaning uchun bu yerga yana biz beramiz plus 1 ballni beramiz. Va natijada bular ikkalasi 2 ni beradi 0 bo'ladi. -1 ga plus 1 ni qo'shadigan bo'lsak, yakuniy natijamiz 0 qiymatga ega bo'ladi. Demak, ko'rib turganingizdek, biz matematik hisoblashlar orqali ushbu ketma-ketliklarni qaysi biri ishonchli ekanligini aniqlab oldik. Yuqoridagi holatda DNKni taxmin qiladigan bo'lsak, ya'ni o'rtada bitta nukleotid yo'qolgan va bitta nukleotid almashgan deb taxmin qiladigan bo'lsak, bizda plus 1 ball. Agarda boshda adenindan so'ng bitta nukleotid yo'qolgan va bitta nukleotid keyinchalik ikkita nukleotid mana bu yoqda almashgan deb oladigan bo'lsak, ya'ni gap jarimasini bu yoqqa qo'yadigan bo'lsak, bizda 0 ball olyapmiz va qiymatlardan bizga yuqoridagi birinchi qilingan taxmin yuqori natijaga ega bo'lganligi tufayli bizda haqiqatga yaqinroq ketma-ketlik, ya'ni turda bo'lishi mumkin bo'lgan haqiqiy ketma-ketligimiz birinchi taxmin ekanligini ko'rib olishimiz mumkin. Va albatta bu haqida yana ko'proq to'xtalib o'tib tushuncha berishimiz kerak, ammo bu haqida to'xtalib o'tadigan bo'lsak, video darsimiz anchaga cho'zilib ketishi mumkin va bu haqda sizlar uchun to'liq ma'lumot berish maqsadida maxsus ma'lumotnoma qo'llanma tayyorlanmoqda va ushbu qo'llanma tayyor bo'lishi bilan kanallarimizda e'lon qilinadi va siz undan bemalol foydalanishingiz mumkin. Siz ushbu qo'llanmada bioinformatika haqida, uning qaysi sohalarda qo'llanilishi va bir qancha bioinformatikaning sohalariga doir algoritmlar va metodlar bilan tanishib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Shunday qilib biz davom etamiz. Demak, bu yerda bilib oldik mismatch, match hamda gap skorni nima ekanligi haqida bilib oldik va
algoritmni o'rganishdan davom etamiz. Bizda birinchi qismda match haqida ma'lumot bergan ekan, yuqorida ko'rib o'tdik. Match deb agarda biz ko'rayotgan ikkita nukleotid bir-birini to'ldiradigan bo'lsa, match belgisini oladi, ya'ni guanin va guanin bir xil nukleotidlar bo'lganligi uchun bir-birlarini to'ldiradi va biz bunga match deb olishimiz mumkin bo'ladi. Agarda nukleotidlar bir-biriga mos kelmaydigan bo'lsa, biz ularni mismatch deb olamiz, ya'ni mos tushmaydigan nukleotidlar hisoblanadi. Va agarda nukleotidlar o'rtasida moslashtirish uchun biz bo'shliqlar qoldiradigan bo'lsak, bu bo'shliqlarni gap deb ataymiz va ular uchun ham jarima ballari berishimizga to'g'ri keladi. Xo'p, demak, Needleman-Wunsch algoritmida baholash uchun bizda scoring scheme, ya'ni baholash jadvali beriladi. Algoritmni baholash jadvalida 4 ta qiymatni ko'rishimiz mumkin. Start score, ya'ni boshlang'ich qiymat, match score, ya'ni match qiymatlar uchun beriladigan qiymat, mismatch qiymati va gap qiymati. Bu yerda doimiy ravishda mana bu qiymatimiz, ya'ni start score 0 bariga teng bo'ladi, boshlang'ich qiymatimiz. Ammo mismatch, match hamda gap skorlar vaziyatga qarab bizni baholash mezonlarimizga yoki masalani shartiga qarab o'zgarishi mumkin. Albatta, bunga e'tiborli bo'lasiz va quyida Needleman-Wunsch algoritmini qo'llash uchun ma'lum bir masalani ko'rib chiqamiz va albatta bunda bizga formula kerak bo'ladi. Needleman-Wunsch algoritmida qo'llash uchun ushbu formuladan foydalaniladi. Albatta, formula tashqi ko'rinishdan juda ham qiyin ko'rinadi, lekin uni qanday ishlatilishini bir marta ko'rib chiqqaningizdan keyin bu formulada deyarli qiyinchilik qolmaydi. Bu nihoyatda ham oson va biz buni masala ishlash davomida ko'rib chiqamiz. Xo'p, demak, bizga masala berilgan ekan. Bioinformatika fanidan ma'lumki, bu sohaning katta qismi DNK ketma-ketliklarini moslash bilan shug'ullanadi. Quyida sizga hajmi uncha katta bo'lmagan DNKning ikkita zanjir nukleotidlari berilgan bo'lib, siz ular orasidagi moslikni kompyuter yordamisiz Needleman-Wunsch algoritmini tushunib bilgan holda qo'llashingiz hamda moslikni topa olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, demak, bizda birinchi ketma-ketligimiz adenin, timin, guanin, sitozin, timin. Ikkinchi ketma-ketligimizda adenin, guanin, sitozin hamda timin. Endi algoritmni baholash uchun bizga berilgan start score, ya'ni boshlang'ich qiymatimiz 0 ball, match 1 ball, mismatch -1 ball va gap jarimasi -2 ball. Jadvalni to'ldirish uchun quyida bizga formula ham berib o'tilgan. Demak, buning uchun biz masalani ishlash bosqichida 3 bosqichda boradi. Bizda birinchi bosqichimiz masala ishlash uchun ketma-ketliklarga jadval chizib olish. Ikkinchi bosqichimiz jadvalni to'ldirish, matrix filling va oxirgi 3-bosqichimiz traceback, kuzatuv bosqichi hisoblanadi. Oxirgi bosqichda biz chizgan matrix jadvalimizni strelkalash hamda strelkalash yo'nalishiga qarab moslanish jadvalini, ya'ni o'sha nukleotidni nukleotidlar ketma-ketligini bir-biriga moslanishini ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, buning uchun quyidagicha jadval chizib olishimiz kerak bo'ladi. Deylik, sizga nukleotidlar ketma-ketligi berilgan. Nukleotidlar ketma-ketligidan foydalanib biz masalani yechishimiz kerak bo'ladi va bu yerda bizga jadval kerak bo'ladi. Xo'p, demak, siz masalani yechishingiz uchun dastlab jadval chizib olishingiz kerak ekan. Jadvalni qanday qilib chizamiz? Jadval chizish uchun bizga berilgan ketma-ketliklarda nechtadan nukleotid borligini topib olamiz. Demak, bizda sekvens birimizda 5 ta nukleotid bor.
va sekvens 1 ni joylashtirish uchun biz yuqorigi gorizontal qatorimizga sekvens 1 nukleotidlaridan soni bittaga ko'p bo'lgan jadval chizamiz. Ya'ni nukleotidlar sonimiz 5 ta bo'ladigan bo'lsa, yuqoridagi jadvalimizni soni 6 ta bo'lishi kerak bo'ladi. Bizga 6 katakli jadval kerak bo'ladi. Mana bu rangga e'tibor bermaysiz, rangga bo'yalgan qismi jadvalni nukleotidlar yozilishi uchun mo'ljallangan. Mana bu holatda haqiqiy to'ldiriladigan jadval berilgan. Rangsiz holatda. Demak, bu yerda nukleotidlar sonidan bittaga ko'p bo'lgan jadval chizamiz. Sekvens 1 uchun 6 ta va sekvens 2 uchun ham nukleotidlar sonidan bittaga ko'p bo'lgan jadval chizamiz. Ya'ni nukleotidlar soni sekvens 2 da 4 ta edi. Biz 5 talik bo'lgan vertikal qatorlar sonini 5 taga yetkazib olamiz. Ko'rib turganingizdek, mana bu yerda 5 ga 6 jadval chizib olingan va uning yon tomonlariga va yuqorgi tomonlariga nukleotidlar yozib chiqilgan. Hamda ularning tepasida mana bu yerda raqamlar, harflarni ko'rib turishingiz mumkin. I0, I1, I2, I3, I4 va I5 va hokazo bu yoqda G bilan belgilangan. Biz formuladan foydalanishimiz uchun har bitta katakni nomlashimiz kerak, ya'ni ularga nom berib olishimiz kerak bo'ladi. Ana o'shaning uchun gorizontal qatorlarga I o'zgaruvchisi ostida, ya'ni I harfi bilan raqamlab chiqamiz. Demak, boshlang'ich eng birinchi katakni 0 bilan belgilaymiz har doim. I0 katak va bu yerga hech qanday nukleotid joylashtirilmaydi. Va ikkinchi katagimiz birinchi nukleotiddan boshlanadi va I1 katak deb nomlanadi. Buni I1 deb raqamlab chiqamiz va xuddi shu holatda har bitta katakka raqam qo'yib chiqamiz. I bu qatorga esa J harfi bilan qo'yamiz va ularni raqamlab chiqamiz. 0-chi, 1-chi, 2-chi, 3-chi va 4-chi qator. Gorizontal tomondan hisoblasak 0-chi, 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi va 5-chi qatorlar. Mana shu holatda raqamlab chiqqanimizdan so'ng formula bilan ishlashga o'tamiz. Xo'p, biz quyida formulani ko'rib turibmiz. Demak, formulada bizga nimalar berilgan? Formulada aytilyapti FEG tenglik max yuqoridagi 3 ta holatdan bittasi yoki bu yerda ham ko'rishimiz mumkin. FEG tenglik maksimal, ya'ni quyidagi qiymatlardan maksimaliga ega. F(i-1) G-1 plus summa XI YG yoki FI G-1 plus gap penalty F(i-1) G plus gap penalty. Xo'p, albatta sizda boshqa tilda men gapirganim kabi tushunmovchilik yuzaga keldi. Hozir Xudo xohlasa buni to'liq tushunib chiqamiz. Bu yerda berilayotgan FEG mana shu jadvalimizdagi biror bir istalgan katak bo'lishi mumkin. Deylik, biz mana shu katakni olsak. Mana shu katakni belgilab olamiz. Mana. Xo'p, mana shu katakni biz belgilab oldik. Endi mana shu belgilab olgan katagimiz bizda qanday nomlanadi desak, uni yuqorisiga qaraymiz. U I3 katakda turibdi. Gorizontal tomondan I3 ga teng va J qatordan 2 ga teng. Demak, ushbu katagimiz bizda I3 hamda FJ2 katak hisoblanadi. Mana shu belgilangan katagimiz bizda F2 katak deb nomlasak ham bo'ladi. I ni joyiga mana bu o'zgaruvchi deb nomlaymiz va bu I ni joylarga istalgan raqam turishi mumkin. Siz qaysi katakni olishingizga qaraydi. Deylik, biz mana shu katakni olgan bo'lsak, F I ni joyida 3 turadi. F3 va bu yoqdan 2. F3 ikkinchi katak yoki katakcha 3-2 deb olishimiz mumkin. Yoki bu mana bu katakni oladigan bo'lsak,
Bu katagimiz f i ni joyida 1 turadi. F1 uchinchi katak deb nomlanadi. Va mana shunga qarab biz ushbu jadvalni to'ldirib olishimiz mumkin. Demak, biz mana shu katakni olgan edik. Bu katakni to'ldirishda buni nima ahamiyati bor deyishingiz mumkin. Ana endi formulaga yana e'tiborimizni qaratamiz. f3-2 katagimiz uchun mana biz f3-2 katagini belgilab oldik. Tenglik bo'ladi. Mana shu yerga yoziladigan qiymatimiz, jadvalni to'ldirish uchun yoziladigan qiymat bizda mana bu yerda berilgan qiymatlardan eng maksimaliga teng bo'lishi kerak ekan. Maksimal mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Max mana shu 3 ta qiymatdan bittasiga teng bo'lishi kerak ekan. Xo'p, bularni qanday tushunamiz? Birinchi qatorda bizga aytilyapti i-1, j-1 katakdagi qiymat. F i-1, j-1 katakdagi qiymat. Bizda i ni o'rnida 3, j ni o'rnida 2 turibdi. Demak, i dan 1 ni ayiradigan bo'lsak 2 va j dan 1 ni ayiradigan bo'lsak 1. Demak, f2-1 katakdagi qiymatga biz summa, ya'ni yig'indisi x va yj degani bu yerda aytilyaptiki, o'sha katakdagi nukleotidlar bir-birini to'ldiradigan bo'lsa, mismatch yoki match bo'lishiga qarab qiymat qo'shamiz degan. Ya'ni agar nukleotidlar bir-biriga mos tushsa, match bahosini qo'yamiz, agar mos tushmasa, mismatch ballini qo'shamiz degan. Xo'p, f2-1 katagimiz bu yerda ko'rib turamiz. Mana f2-1 katagimiz bizda bo'ldi. Mana shu katakka mos tushdi f2-1 katagimiz. Mana uni ko'k bilan bo'yab oldim. Yoki buni diagonal qator ham deb olsak bo'ladi. Birinchi qatorimizni diagonal qator deb olsak ham bo'ladi. Chunki buni har doim formulani, qonun shunday mo'ljallanganki, o'zidan diagonaldagi qatorga mos tushadi. Mana shu katakni belgilab olgan bo'lsak, mana shundan bir tomon yuqoridagi diagonalga mos tushadi va ana o'sha diagonalni ichidagi qiymatga biz qo'shishimiz kerak bo'ladi. Tepasida turgan nukleotidlar mana. Bu qator X, bu qator Y qator hisoblanadi. Bu yerda bizda timin turibdi, bu yoqda adenin turibdi. Ular mismatch, ya'ni bir-birini to'ldirmaydi. Ana o'shaning uchun mana shu yerda turgan qiymatga, katakda turgan qiymatga biz mismatch uchun beradigan bahoyimizni qo'shib, mana shu yerga qiymatga yozishimiz kerak bo'ladi. Demak, bu yerda qaysidir qiymat bo'ladi. Biz bu yerga keling -2 qiymati turgan bo'lsin deb olaylik. Va -2 turibdi yuqorida timin, bu yoqda adenin. Ikkala nukleotidlar bir-biriga mos emas. Mana bu SXY, YG ni joyida. Ana o'shaning uchun biz bu yerga, bu yerdagi qiymatga -2 ga yana bitta -1 ni qo'shamiz. Natijada bizda hosil bo'ladi -3. Demak, agarda biz mana shu yerda hisoblab chiqadigan bo'lsak, formulaga ko'ra yoki uning diagonalidagi qiymatni hisoblaydigan bo'lsak, -3 ni berar ekan. Ana endi bu yerdagi qiymatni hisoblab chiqsak, i ni joyida bizda 3 bor va j-1. J da 2 bor. 2 dan 1 ni ayirsak 1. Demak, f3-1 katakdagi qiymat bizda f3-1 katagimiz qayer bo'ladi? Demak, f3-1 katak bizda qayerdan mos tushadi? f3 katagimiz mana bu yerda. Demak, i3 va j-j1.
j minus 1 katagimiz j da 2 turgan edi va u bizda mana bu yerga o'tib qolishi kerak. Demak, i ning qiymati o'zgarmaydi, i 3 ligicha qoladi va j dan minus 1 ni ayirishimiz kerak bo'ladi. Va ana o'sha holatda bizda yuzaga keladi j 1. Bu mana bu yerga to'g'ri keladi. Demak, ikkinchi belgilanadigan holatimiz bizda mana bu katakdan baholashimiz kerak ekan. F uchu bir katagimiz mana shu yerga to'g'ri keladi. Va bu yerdan qiymatlashimiz uchun biz ya'ni yuqori qismidan qiymatlaymiz formulaga ko'ra. Mana shu yerdagi qiymatga gap penalti jarimasini qo'yishimiz kerak ekan. Xo'p, biz bu yerga ham o'zimizdan ball qo'yib olamiz. Deylik, bu yerda minus 3 turgan bo'lsa, mana shu minus 3 qiymatini ustiga, f3 qiymatini ustiga minus 3 ni ustiga yana bitta gap jarimasini qiymatini qo'shamiz va bizda natijada hosil bo'ladi minus 5. Demak, mana bu qismdan baholaganimizda bizda minus 5 yuzaga kelar ekan. Va endi 3-qatorga tushamiz. 3-qatorda aytilyapti f i minus 1. i da biz 3 ni tanlab oldik. 3 da 1 ni ayiradigan bo'lsak 2 va j ning o'zi. J da bizda 2 turibdi. Demak, f2 katakdan qiymat mana f2 katagimiz bu katak hisoblanadi va uni ham belgilab olamiz. Mana bu katakdagi qiymatga ham gap jarimasini qo'shishimiz kerak ekan. Demak, bizda bu joyga ham o'z ballimizni qo'yishimiz kerak. Keling, bu yerga 1 ballni qo'yib olamiz va bu yerdagi f2 katakda 1 ball bor edi va uning ustiga gap jarimasini qo'shishimiz kerak ekan. Demak, f2 dan so'ng plus 1 bizda bo'lyapti plus 1 va bitta gap jarimasi. Va natijada bizda minus 1 ni beradi. Ko'rib turganingizdek, bizda katakchaga qo'yish uchun 3 xil qiymat hosil bo'ldi va biz bulardan qaysi birini shu katakchaga yozishimiz kerak degan savol tug'iladi. Va albatta formuladagi mana bu qismga e'tibor berishingizni so'rab qolaman. Bu yerda bizga aytilganki, max, ya'ni maksimum so'zini qisqartmasi mana shu uchala qatordagi qiymatlardan eng maksimumini olamiz. Ko'rib turganingizdek, bizda minus 3, minus 5 hamda minus 1 bor. Bulardan bizda eng maksimal qiymatga ega bo'lgani minus 1 hisoblanadi va biz bu katakka minus 1 qiymatini tushiramiz. Va minus 1 qiymatini qaysi katakdan hisoblaganimizni ham belgilab olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni strelkalash jarayonida bu bizga nihoyatda kerak bo'ladi va buni ham belgilab qo'yamiz. Biz minus 1 ni bu yerda mana bu yerdan, ya'ni o'zidan bitta oldingi katakdan f2 katakdan olganimiz uchun mana shu ko'rinishda strelka holatiga o'tkazib qo'ysak bo'ladi. Ya'ni bu minus 1 ni biz bu katakdan oldik degan ma'noda o'tkazsak bo'ladi. Bu sizga qisqacha holatda formulani tushuntirilishi edi. Albatta, ana endi masalani o'zini bevosita ishlashga o'tamiz. Va men jadvalda belgilanganlar yozuvlarni o'chirib olaman.
va siz bilan birgalikda masalani ishlashga o'tamiz. Xo'p, masalamiz. Masalada berilgan ketma-ketliklar birinchi qismda o'tdik, ya'ni jadval chizib oldik. Yana bir marta qaytaraman, o'sha nukleotidlar sonidan bittaga ko'p bo'lgan jadval chizamiz. Nukleotid soni 5 ta edi. O'shaning uchun 6 talik chizdik bu qatordan va nukleotid soni 4 ta bo'lganligi uchun bu qatorda vertikalga 5 tadan bo'lgan nukleotid chizdik va o'zgaruvchi belgilab olamiz. Yuqoriga i o'zgaruvchisi, bu vertikal qatorga esa G o'zgaruvchisini belgilab olamiz. Va biz ishimizni start scoredan boshlaymiz masalani ishlab. Bu yerda 0 qiymati bo'ladi. Chunki start score qiymati doimiy ravishda Needleman-Webster algoritmida 0 bo'lishini aytib o'tdik. Bu 0 0 ga teng bo'ladi. Buni yuqorida aytib o'tdik. Xo'p, demak davom etamiz. Bizda i1 va j0 katak bo'lyapti. Ushbu katakni qiymatlashimiz kerak. i1 va j0 katagimiz. Birinchi formula bo'yicha ish ko'radigan bo'lsak, f i1 i'da 1, f i minus 1, ya'ni i'dagi qiymatdan biz 1 ni ayirishimiz kerak. Bizda 0 hosil bo'ladi va j minus 1. J'dan minus 1 ni ayira olmaymiz, chunki j'dan 0 turibdi. Bizda manfiy qiymatga ega bo'lgan katakcha mavjud emas. Matrix jadval mana bu oq jadval. Undan tashqarida turgan raqamlar va kataklarni hisobga olmaysiz. Yo'q deb hisoblasangiz ham bo'ladi. Bizda raqamlar to'ldiriladigan matrix jadvali quyidagi oq jadval hisoblanadi. Demak, biz hozir to'ldirayotgan katagimizni belgilab olamiz. Mana shu katak. Hop, unga rang beramiz. Mana bu katakni to'ldirishimiz kerak. Mana bu 0 minus 1 katak mavjud bo'lmaganligi tufayli biz birinchi formula bo'yicha qiymat bera olmaymiz. Va ikkinchi formulaga o'tamiz. Ikkinchi formulamizda i'da 1 va j minus 1. J'dan 0, yana undan minus 1 ni ayirishga to'g'ri kelyapti. Manfiy qiymatga ega bo'lgan katak bizda mavjud bo'lmaganligi tufayli ikkinchi formuladan ham qiymat berishda foydalana olmas ekanmiz. Va uchinchi qatorga o'tamiz. Uchinchi formulamizda f i minus 1, ya'ni i'dan minus 1 ni ayiramiz. i'da 1, undan minus 1 ni ayirsak 0 va j. J'da 0 turibdi. 0 o'zini yozib olamiz. Demak, koordinatalarni topib oldik. Bu formulaga ko'ra qiymat berish uchun bizga 0 0 katagini topishimiz kerak ekan. Mana bu 0 0 katak. 0 0 katakdagi qiymatga mana formula davom etyapti, chunki mana bu f degan qiymatni beradi, raqamni bildiradi. F 0 0 katakdagi qiymatga get score'ni qo'shishimiz kerak ekan. F00 da 0 raqam turibdi, start score qiymati va unga bitta gap jarimasini qo'shamiz. Ya'ni -2 ni qo'shsak, bizda -2 hosil bo'ladi. Demak, bizda yuqoridagi ikkita formula ishlamas ekan, faqat 3-formula bo'yicha qiymat hosil qildik -2 va shu tufayli bu yerga -2 ni yozib olamiz. Va keyingi katakni bo'lishga o'tamiz. Keyingi katakni dastlab biz koordinatalarni topishimiz kerak. i2 va j0 katak, mana bu yerda j. Xo'p, uni ham birinchi, ya'ni diagonal bo'yicha raqamlay olmaymiz, chunki uni diagonalda hech qanaqa raqamlanadigan katak yo'q. Mana bu formulaga ko'ra diagonal kelib chiqadi. Demak, bu formuladan foydalana olmaymiz. Bunda ham f i minus 1 da 1, j minus 1 deyapti, j da 0 turibdi. Ikkinchi formulamizda ham j minus 1 bor. O'shaning uchun j minus 1
qiymatga ega bo'lgan katak bizda mavjud emas, J0 bo'lyapti bizda. Uni -1 ni ayira olmaymiz. Shuning uchun birinchi va ikkinchi formulalardan bu yerda ham foydalana olmaymiz. Uchinchi formuladan foydalanishda davom etamiz. Uchinchi formulamiz fi-1 g, ya'ni i'dan 1 ni ayiradigan bo'lsak, 2 dan 1 ni ayiraman, 1 va j ning o'zi, j da 0. 1 u 0 qiymatga ega bo'lgan katak bizda mana bu 1 u 0. 1 u 0 katakdagi qiymatga, ya'ni f 1 u 0 ga -2 ga, ya'ni yana bitta gap jarimasini qo'shishim kerak ekan. -2 va menda hosil bo'ladi -4. Demak, bu katakka -4 qiymati yoziladi. Xo'p, keyingi katagimiz ham xuddi shu tariqa to'ldirishda davom etiladi va biz bir narsani yoddan chiqardik, strelkalashni yoddan chiqardik. Strelkalash qanday bo'ladi? Biz esingizda bo'lsa, bu katakka qiymatni bu formula bo'yicha oldik, 3-formula bo'yicha. 3-formula bo'yicha f mana bu katak qaysiga to'g'ri kelyapti? Ya'ni f bu 0,0 katakka to'g'ri kelyapti. 0,0 katakdagi qiymatni ustiga biz keyingi qiymatni qo'shdik, gap skorni qo'shdik va yangi qiymatni hosil qildik, -2 ni. Shu tufayli biz 0,0 katakdan o'sha 1,0 katagimizga strelka qo'yib qo'yamiz. Nima uchun? O'sha qiymatlashni qayerdan olganligimizni eslash uchun. Ya'ni o'zidan bitta oldingi katakdan olganligimizni eslashimiz uchun bu bizga masalani keyingi bosqichlarida kerak bo'ladi. Mana shuni eslab olishimiz uchun strelka qo'yib olamiz. Va strelkani qo'ydik mana. Strelka qo'yib oldik. Xo'sh. Va bu katagimizga ham strelka qo'yishimiz kerak. Bu yerga ham qiymatni biz to'g'ridan to'g'ri o'zidan bitta oldingi katakdan oldik. Shu tufayli unda oldingi katakdan o'ziga qaratib bitta strelka qo'yamiz. Va keyingi katakni to'ldirishimiz mumkin. Undan oldin keyingi katagimiz bizda mana bu katak bo'lyapti. i3 j0 katak. i3 j0. Xo'p, buni ham faqat 3-formulaga ko'ra raqamlay olamiz, chunki uni diagonalida va o'zidan bitta yuqorida, mana bu formula o'zidan bitta yuqorini beradi. Kataklar mavjud emas va faqatgina o'zidan bitta oldingi katakka qiymat berish orqali raqamlashimiz mumkin. fi1 i-1 j katagimiz. Bu bizda teng bo'ladi 2u 0 katakka teng bo'ladi. f i-1 j bu mana shu koordinatali katakda 2u 0 katakdagi qiymatni beradi. Bu bizda -4 va -4 ga yana bitta gap jarimasini qo'shishimiz kerak ekan. -2 hosil bo'ladi bizda -6. Demak, biz bu katakka -6 ni yozib olishimiz kerak ekan. Va strelkalash jarayoni biz raqamlashni o'zidan bitta oldingi katakdagi qiymatni oldik. Ya'ni bu yerda birinchi va ikkinchi kataklarda hech qanaqa qiymat yo'q va biz mana shu 3 ta katakdan bittagina qiymat bor. Mana shuni o'zi maksimal bo'ladi. Mana shu katakdagi qiymatni olganimiz uchun mana bundan bu yerga tomon bitta strelka o'tkazib qo'yamiz. Mana strelka. Va masalani yechishda davom etamiz. Xo'sh, keyingi kataklarda ham to'ldirish xuddi shu usulda davom etadi. Mana shu formula bo'yicha to'ldirib borasiz, ustiga bitta gap jarimasini qo'shasiz. Va bu yerda sizga bitta narsani aytib o'tmoqchiman. E'tibor bergan bo'lsangiz, biz boshlagan 0,0 katakdan to 3,0 katakgacha qiymatlar -2 ga oshib boryapti.
Ya'ni o'zidan oldingi katakka -2 ni qo'shishda davom etyapmiz. Avval o'zidan oldingi katakda 0 turgan edi. Unga bitta gap jarimasini qo'shdik. -2 hosil bo'ldi. Va bu katagimizni qiymatlashimiz uchun mana bu katagimizni 2 u 0 katagimizni qiymatlash uchun o'zidan oldingi katakka, ya'ni 1 u 0 katakdagi qiymatga -2 ga bitta gap jarimasini qo'shdik. Ya'ni gap jarima bizda 2 bo'lganligi uchun -4 bo'ldi. Va xullas mana shu birinchi qatorimizda o'sish gap skor qiymatida davom etadi. Ya'ni gap skorda nechi bo'ladigan bo'lsa, siz o'shani qo'shib ketsangiz bo'ladi bemalol. Bu katakka 0 qo'ydingizmi, 0 ning ustiga bitta gap skor qo'shasiz. Gap skor bizda -2. Boshqa masalalarda o'zgarishi mumkin. Deylik, -1 bo'ladigan bo'lsa, siz 0 ning ustiga -1 ni qo'shasiz, -1 va keyingi katakka o'tasiz. Keyingi katakda qiymatlashingiz uchun bu katakda -1 turganida, -1 ning ustiga yana bitta gap skor qiymatini qo'shasiz. -1 ni -2 hosil bo'ladi. Bizni masalamizda esa gap skor qiymati -2 berilgan, ya'ni gap jarimasi. Shu tufayli 0 ning ustiga -2 ni qo'shishda davom etamiz. Dastlab -2, -4, -6 va bu yerda -8. Keyingi katagimizda esa -10 hosil bo'ladi. Va strelkash ham xuddi shu usulda davom etadi. O'zidan bitta oldingi katakdan olganimiz uchun barcha qiymatlarni to'g'ridan to'g'ri strelka qo'yib chiqamiz. Shu holatda. Albatta biroz xato strelka chizilyapti. Siz to'g'rilab chizasiz. Buning uchun uzr so'raymiz va qiymat berishda davom etamiz. Keyingi to'ldiradigan katagimiz bizda bo'ladi. Mana bu katak, ya'ni o'ngdan chapga tomon davom etamiz. Bu o'ngdan keyingi qatorga o'tamiz. Xo'p, bu katakka qiymatni qayerdan olamiz? Dastlab uning koordinatalarini yozib olamiz. Demak, bizda mana bu f imiz, ya'ni f' deb olsak ham bo'ladi buni. f', mana shu to'ldirishimiz kerak bo'lgan katakni f' deb olishingiz mumkin bemalol. Belgilab olamiz. Mana f' katagimiz. ij ni yozib olishimiz kerak. I da 0 va j da 1. Demak, f', ya'ni 0 u 1 katak. 0 u 1 katakka mana shu formulalarga asoslangan holda eng yuqori qiymatni olishimiz kerak. Maksimum qiymatni. Uchta formuladan kelib chiqadigan maksimum qiymatni olishimiz kerak. Xo'p, birinchi formulamizda aytilyaptiki, demak, i-1, i da bizda 0 turibdi. Demak, bu qator bo'yicha raqamlay olmaymiz. Va keyingi formuladan foydalanamiz. i da 0 va j-1. J da 1 qiymati, undan -1 narsak 0. 0 u 0 katak. Demak, start skordan raqam olar ekanmiz va unga bitta gap jarimasini qo'shamiz. Undagi qiymat 0 va 0 ga bitta gap jarima beradigan bo'lsak, demak, unga -2 qiymatni, gap skor qiymatini beradigan bo'lsak, -2 hosil bo'ladi. Va biz keyingi qator bo'yicha formula berishga o'tamiz. Keyingi qatorimizda f'-1 i da 0 turibdi. Undan -1 narsak, ya'ni manfiy qiymat hosil bo'ladi. Bizda bunaqa ko'rsatkich mavjud emas. Shu tufayli biz bu formuladan ham foydalana olmaymiz. Faqatgina bitta qiymat, o'rtadagi formuladan foydalanib -2 qiymatini olishimiz mumkin va -2 bo'ladi. Va bu katagimiz o'sha o'zidan yuqorigi katakdan qiymat olayotganligi uchun, o'zidagi yuqorigi katakka mana bu f o'zidan yuqorigi katak bo'lganligi uchun bitta strelka qo'yib qo'yamiz. Ya'ni f' katagimizni, f'0'1 katagimiz mana bu f' joyida 0'1 katakni to'ldirish uchun mana shu 3 ta qiymatdan hosil bo'ladigan maksimal qiymatni olishimiz kerak edi.
va bunda f bizda mana bu 0 katakka to'g'ri kelganligi uchun biz 0 katakdan, ya'ni f dan f' ga tomon strelka qo'yishimiz kerak bo'ladi formula bilan tushuntirganda. Va siz buni tushunib olsangiz, o'sha qaysi katakdan qiymat olayotgan bo'lsak, ya'ni qaysi katakdagi qiymatga yangi qiymat qo'shayotgan bo'lsak, o'sha katakdan strelka o'tkazib qo'yasiz. Va yana bitta narsani aytib o'taman. Bu yerda yuqoridagi qatorni ko'rdik, davom etib ketdi. O'sha o'zidan bitta oldingi katakka -2 qo'yishda davom etib ketdi. Va siz formulani ishlatmagan holda shu ishni qilsangiz bo'ladiki, mana bu katagimiz, uni pastida turgan bitta katagimiz, mana bu katakka qo'yadigan qiymatingiz, mana bu katakka qo'yadigan qiymatingiz -4 bo'lishini oldindan bilsangiz bo'ladi. Chunki bu yerda ham faqat siz yuqoridagi katakka qiymat qo'shib keta olasiz. Yuqoridan formula berishingiz mumkin. Bitta formula ishlaydi bu yerlarda ham. Hali bu katakni to'ldirishga yetib kelmadik. Bu katakdan avval dastlab bu qatorlar to'ldirib chiqishimiz kerak, bu kataklar, va so'ngra bu katakni to'ldirishimiz kerak edi. Lekin har qanday holatda ham bu katak faqat o'zidan yuqorigi katakdan qiymat oladi. Ya'ni ikkinchi formula ishlaydi birinchi qator uchun. Va shuning uchun bunga ikkinchi formulaga asoslanib qiymat yozib chiqsangiz bo'ladi. -4 ni ustiga bu katakka yozish uchun -6 qo'yaman. -6 va o'zidan keyingi katakka -8. Mana shu holatni bilgan holda siz dastlab har qanday masalada Needleman-Wunsch algoritmini albatta yuqorigi va birinchi vertikal qatorlarni to'ldirib olsangiz bo'ladi. Gap skor qiymatini oshirib ketgan holatda, ya'ni birinchi katakka qiymat qo'yib olasiz, gap skor qiymat formulaga asoslanib, va o'shani ustiga gap skor qiymatini qo'shishda davom etasiz. -2, -4, -6, -2, -4, -6 va -8. Va xuddi shu holatda dastlabki qatorlarni to'ldirib olasiz. Va biz strelkalashni ham amalga oshirib qo'yamiz. Strelkalashimiz albatta yuqoridan qiymat olganligimiz uchun yuqoridan pastga qarab strelka qo'yamiz. Biroz o'xshamay qoldi bu yerda strelkamiz. Strelka va bu ham o'zidan bitta pastga qarab strelka qo'yib qo'yamiz. Va strelkalarning o'zi nima uchun kerakligini 3-traceback bosqichida aniqlab olamiz. Xo'p, demak, davom etamiz. Biz bu katakni to'ldirishimiz kerak. Bu katagimizga koordinata qo'yib olamiz. Bu katagimiz koordinatalari I1 va J1. I1 va J1. Ya'ni f' katagimiz, bizda to'ldirishimiz, raqam qo'yishimiz kerak bo'lgan katak f' katak I1 va J1. Va unga biz mana bu formulalarda maksimal qiymatni qo'yishimiz kerak. Birinchi formula bo'yicha qiymat olib ko'ramiz. Birinchi formula aytyapti bizga I-1, J-1 katakdagi qiymatga agarda nukleotidlar bir-biriga match bo'ladigan bo'lsa, match qiymatni, mismatch bo'ladigan bo'lsa, mismatch qiymatni qo'yishni aytyapti. Xo'p, nima qilamiz? Dastlab f katakni topib olamiz. Bizda f katakning koordinatasi I-1, I1 bizda, undan -1 narsak 0 va J-1. Jda ham 1 turibdi, undan 1 narsak yana 0. Demak, diagonal bo'yicha mana shu formula, birinchi qator formulasiga ko'ra 0 koordinata. Mana bu katak 0 dagi qiymat va bu qiymatda ko'rib, bu katakda 0 qiymat turibdi, ko'rib turganingizdek. Va unga agarda mana bu nukleotidlarimiz o'sha kataklarni diagonal va bu tomonida, ya'ni vertikal tomonda turgan nukleotidlar bir-biriga komplement mos tushadigan bo'lsa, match bo'ladigan bo'lsa, +1 ni qo'shamiz, mismatch bo'ladigan bo'lsa, -1 ni qo'shamiz. Chunki bizda mismatch skor -1, match skor +1 ga teng. Ko'rib turganingizdek, yuqorida A adenin
Bu yoqda ham adenin. Demak, biz bu yerga match skorchamiz plus 1. Va bizda hosil bo'ladi plus 1 qiymat. Va xuddi shu holatda keyingi formula bo'yicha to'ldirishda davom etamiz. Keyingi qatorimizda hosil bo'lyapti fi ida 1 va j minus 1 0. 1 u 0 katak. 1 u 0 katakni topishimiz kerak. i1 mana bu qator va j0. Demak, bu i1 j0 katagimizdagi qiymat bizda teng bo'lyapti minus 2 ga mana bu katak i1 va j0 katak. Va biz unga bitta gap skor qo'shishimiz kerak. Gap skor qiymat bizda minus 2 va bizda hosil bo'ladi minus 4. Va keyingi qatorga davom etamiz. Keyingi qatordagi qiymatimiz bizda fi minus 1 0 va j1 0 u 1 katak. 0 u 1 i0 va j1 mana bu katakka to'g'ri keladi. Bu katagimizdagi qiymat ham bizda minus 2 ga teng va unga yana bitta gap skor qiymatini qo'shamiz. Minus 2 ni hosil bo'ladi minus 4. Formulaga ko'ra bitta gap jarimasi berishimiz kerak shu katakka. Minus 4 hosil bo'ladi. Va biz uchala formula bo'yicha ham qiymatlar oldik. Plus 1, minus 4, minus 4. Bu yerdagi eng maksimal qiymatni, mana shu hosil bo'lgan eng maksimal qiymatni f' katakka joylashtiramiz. Ya'ni f 1 katakka joylashtiramiz. Bizda eng maksimal qiymat 1 plus 1. Shu tufayli bu f 1 katakka 1 ni joylashtiramiz va keyingi katakni to'ldirishga o'tamiz. Xo'sh. Demak, va strelkalashni ham yoddan chiqarmaymiz. Biz bu yerga eng yuqori qiymatni qayerdan oldik? O'zidan bitta yuqoridan, ya'ni f i-1 j-1 katakdan oldik. Diagonalidan oldik. Shuning uchun uni diagonalidan u tomonga qaratib, ya'ni f i-1 j-1 0 u 0 katakdan, mana bu 0 u 0 katakdan 1 u 1 katakka qaratib strelka qo'yishimiz kerak bo'ladi. Mana. Albatta, biroz qo'pol chiqib qoldi. Mana bu katakka strelka qo'yib qo'ydik mana. Bu o'sha bir qiymatni o'zidan bitta yuqoriga, ya'ni diagonaldagi katak 0 dan olganligimizni bildiradi va bu bizda masalani oxirida yordam beradi. Xo'sh, davom etamiz. Biz to'ldirishimiz kerak bo'ladi bu yerda i2 va j1 katakni. Xo'p, demak f' ni qiymatlarini yozib olaman. i2 va j1. Qolgan qiymatlarni o'chirib chiqamiz. Demak, va yana xuddi shu tarzda masalani ishlashda davom etamiz. f' 2/1 katakka qiymat qo'yishimiz kerak biz. Demak, birinchi formula bo'yicha f i-1 i-1 bizda i ni joyida 2, undan minus 1 ni ayirsak 1 va j-1 1dan 1 ni ayiradigan bo'lsak 0. 1 u 0 katakdan, 1 u 0 katakdan topib olaman u katakni mana. i1 va 0 katak. Bu mana bu katak ekan. Demak, unda olaman minus 1 katak. Undan olishim kerak men minus 2 ni. Unda minus 2 qiymati turibdi. Va unga agar mana bu nukleotidim timin va s xi yg degani mana bu uni yuqorisidagi turgan nukleotid timin va bu tomondagi nukleotid adenin agar match bo'ladigan bo'lsa plus 1, mismatch bo'ladigan bo'lsa minus 1 ni qo'shishim kerak. Bizda timin bilan adenin ikki xil nukleotid, ya'ni ular mismatch qiymatni beradi ushbu algoritmda. Unga minus 1 ni qo'shishimga to'g'ri keladi.
va menda hosil bo'ladi -1 va natijada olaman -3 ni. Xo'p, keyingi formula bo'yicha to'ldirishda davom etamiz. i2 0 katak ekan. Ya'ni jdan -1 narsa 0 bo'ladi. 2 0 katagimiz bu mana bu katak. Bu katakdagi qiymatimiz bizda -4. -4 ga yana bitta gap jarima qo'shishimiz kerak. -2 va bizda hosil bo'ladi -6. Va keyingi qatorga o'tamiz. Keyingi qator bizda 2, undan -1 narsa 1 va j ni o'zi tushadi. 1 1 katagim menda i1 j1 katak. Mana bu katak. Undagi qiymatni olaman. Undagi qiymat bizda +1 ga teng va bitta minus gap jarimasini qo'shaman. -2 yoki -2 qiymatni ayirib tashlayman undan. Menda hosil bo'ladi -1. Ko'rib turibsiz, biz uchala formulalar bo'yicha ham uchala qatordan ham qiymat oldik va endi ulardan maksimalini f' katak, ya'ni f2 katakka qo'yishimiz kerak. Bizda maksimal qiymat qaysi? -3, -6, -1. Albatta, -1 bizda maksimal qiymat bo'ladi. Shu tufayli bu katakka -1 qo'yishda davom etamiz. Va siz oxirgi ishimiz bizda bo'ladi strelkalash. Bu katakda ishimiz bitadi shu bilan. Biz maksimal qiymatni olyapmiz. Mana bu katak, ya'ni f i-1 j katak, ya'ni 1 katakdan olyapmiz. Shu tufayli 1 katakdan 2 katakka strelka qo'yamiz. Keyingi katakni to'ldirishga o'tadigan bo'lsak, buni koordinatalarini yozib olamiz. Buni koordinatalari bizda i3, j1. Qolgan kataklarni o'chirib, eski qiymatlarni o'chirib chiqamiz. Va birinchi formula bo'yicha biz olishimiz kerak bo'ladi bu katakni to'ldirish uchun, ya'ni katakni bu yoqdan qoldirib, katakka belgilab olamiz katakni. Xo'sh. Mana bu katakni to'ldiryapmiz va bu 3 katagimiz. Bunga dastlab qiymat olishimiz kerak bo'ladi. Demak, koordinatalarga ko'ra 2 katakdan 2 katakda bizda -4 turibdi. -4 ga yuqoridagi nukleotid guanin, bu tomondagi nukleotidimiz adenin. Ular mismatch. Shu tufayli bitta mismatch skor beramiz. Ya'ni -1 qiymat bersak, -1 ni ayirib tashlasak, -5 hosil bo'ladi. Va keyingi qatorni to'ldirishga o'tamiz. Keyingi qator bizda hosil bo'ladi 3 0 katak. 3 0 katak. 3 0 katagimizdagi qiymat bizda -6. -6 ga bitta gap skor berishimiz kerak ekan. -6 ga bitta gap jarimasini ayirib tashlaymiz. Ya'ni -2 ni ayirib tashlasak, bizda hosil bo'ladi -8. -2 ni qo'shamiz va o'rtada arifmetik amal yuzaga kelib ayirish hosil bo'ladi. Va keyingi qator bo'yicha raqamlaymiz. Keyingi qatorimizda olishimiz kerak ekan 2 katakdan, ya'ni 2 katakdan 2 katagimizda -1 turibdi. -1 ga yana bitta gap jarimasini qo'shamiz. Ya'ni -2 ni ayirib tashlaymiz. Bizda hosil bo'ladi -3. Demak, bu katakka bu yerdagi qiymatlarning eng yuqorisi -3 ni yozib olaman. -3.
Va shu tariqa to'ldirishda davom etadi. O'zingiz mustaqil ravishda to'ldirib olasiz va men bu qatorni to'ldirib, sizga keyingi qatorni to'ldirish ko'rsatmoqchiman. Va videoni pauza qilgan holingizda siz o'zingiz mustaqil ravishda mana bu qatorni to'ldirib chiqasiz va men sizga bu yerdan boshlab to'ldirishni ko'rsatib o'taman. Demak, mana bu qatorlarda o'zingiz mustaqil ravishda to'ldirib olgan bo'lsangiz, biz siz bilan I1 va J2 katakni to'ldiramiz. I1 va J2 katak. Xo'p, demak f' I1 u 2. Xo'p, bu yerda dastlab nima ishni amalga oshirishimiz kerak? I-1, J-1 katagimiz, ya'ni 0 1 katagimizdan 0,1 katagimizdagi qiymatga, ya'ni -2 ga biz ushbu nukleotidlar matchmi, mismatchmi? Xo'p, adenin bilan guanin mismatch. Shu tufayli bundan mismatch skorni ayirib tashlaymiz yoki mismatch skorni qo'shishimiz kerak bo'ladi. Qo'shamiz. Mismatch skorni, ya'ni -1ni qo'shsak, ushbu jarayonda bizda arifmetik qoidalarga ko'ra qavs ochilgan paytda mana bu plus ishorasi minusga ayriladi va to'g'ridan to'g'ri ayruv amaliga o'tib ketadi va biz bu yerda -2 ga -1ni ayiradigan bo'lsak, hosil bo'ladi -3. Xo'sh, shu tariqa keyingi qatorni ham to'ldirib ko'ramiz. Keyingi qatorimizda olinadigan natijamiz bizda bo'ladi to'liq javoblar strelkalashdan so'ng ba'zi bir strelkalar qolib ketgan bo'lishi mumkin. Bu yerda asosiy strelkalar kirgizilgan. Xo'p, 3-bosqichimiz traceback kuzatuv bosqichi. Bu yerda biz algoritmni o'sha to'ldirib strelkalab bo'lganimizdan keyin matrix filling bosqichidan so'ng 3-traceback bosqichimizda biz ishni boshlashimiz kerak. O'ng burchakdan boshlaymiz, ya'ni mana bu yerdan boshlaymiz va uni belgilab olishimiz kerak bo'ladi. Demak, bu yerda 2 raqami bor, +2. To'g'ri ketdi. Xo'p. Demak, mana shu katakni belgilab oldik va bu +2 qiymatni biz qayerdan olganmiz? Strelka yo'nalishiga qarasak, biz uni bitta yuqori katakdan olganmiz va o'sha yuqori diagonalga chiqib bu katakni ham belgilaymiz. Va davom etamiz. Bu bir qiymatni diagonaldan olganmiz, 0 dan. Bu yerni ham belgilab qolamiz. Va shu yerda bizda bo'lishi mumkin, hozir aytganimizdek, bir nechta tomondan strelka kelgan bo'lishi mumkin. Ya'ni sizga agar mana bu qismdan ham strelka kelganda edi, 0 ga qarab, bunaqangi yoki mana bunaqangi strelkalar kelganda edi, nima qilar edik? Bizda asl strelka mana diagonal holatdan kelyapti. Lekin yon tomondan yuqoridan ham strelka kelganda siz diagonalga qarab chiqib ketaverasiz. Diagonalga chiqish qoida bo'yicha to'g'ri hisoblanadi. Agarda mana shunday holat bo'lmaydigan bo'lsa, iloji boricha yuqoriga qarab harakatlanish kerak bo'ladi yoki bo'lmasam o'sha qiymatni yuqoriroq tomonga qarab harakatlansangiz bo'ladi. Xo'sh, endi demak, davom etamiz. Mana bizda keyingi qator mana bu katakni belgilab olgan edik va bu katakni belgilaymiz va bundan strelka orqali yana bitta diagonalga chiqamiz. Va ko'rib turganingizdek, bizda yuqorida ham diagonaldan ham strelka yo'q, yon tomonda aytyapti strelka yo'nalishi va yon tomonga o'tamiz. Va bu tomonga esa qiymat diagonaldan olingan. Yakuniy nuqtamiz o'sha bu kuzatuvni
mana shu yerda to'xtaydi. Va javobni ham ko'rib chiqsak, mana bu yerda belgilab chiqilgan to'liq javoblarni ko'rishingiz mumkin. Xo'p, belgilab olgandan keyin nima qilamiz? Belgilashdan keyin moslashtirish bosqichiga o'tamiz, ya'ni yakuniy ketma-ketlikni hosil qilish bosqichi. Bu jarayonni qayerdan boshlaymiz? Bu jarayonimiz har doim chap tomon yuqoridan boshlanadi. 0 katakda hech qanaqa nukleotid yo'q bu yerlarda. Shuning uchun bizga bu yer kerak emas. Ikkinchi katakka o'tamiz to'g'ridan to'g'ri mana. Lekin 0 dan pastga ham, mana bu tomonga ham qarab strielka ketgan. Biz o'sha uchun belgilab oldik. Qayerga tushishimiz kerakligini bilishimiz uchun belgilab oldik, bo'yab oldik kataklarni. Mana bu yerda. Ya'ni 0 dan bir diagonal pastga qarab harakatlanamiz. Va bu yerda ko'ryapmizki, bu katakning yuqorisi adenin. Mana bu adeninni yozaman. Birinchi ketma-ketlik va buni qarama-qarshisida ham adenin. Demak, mana shu holatda ikkala nukleotid dastavval mos bo'lgan ikkita ketma-ketlikda adenin va ular bir-biriga match bo'ladi. Va keyingi katakka o'taman. Keyingi katagimning yuqorisida mana bu ketma-ketlikda timin timin va timinni to'g'risi adenin. Ammo bu adenin allaqachon yonidagi sherigi bilan juftlashib bo'lgan edi. Endi bundan keyinga qarasam, guanin. Lekin bu guanin yuqorisidagi bilan mos tushar ekan. Demak, bu yerda nukleotidlar bir-biriga mos tushibdi. Guanin bilan guanin, bu yoqda sitozin, bu yoqda esa timin mos tushgan. Bu yoqda adenin mos tushgan. Ikkala tomonga o'tadigan bo'lsak ham yutqazamiz. Shu tufayli timinga bitta gap bo'shlig'i qoldiramiz. Bu yerda joy yetmay qolishini ham sababi shunda, gap bo'shlig'i kerakligini bildiradi. Ya'ni keyingiga o'tdikmi, to'g'ridan to'g'ri bitta siljib gap bo'shlig'i qoldiramiz va bu yoqda nukleotid qolmaganligi uchun gap bo'shlig'i u yoqdan ham, bu yoqdan ham imkoni yo'q nukleotid olishni. Shu tufayli bitta gap bo'shlig'i qoldirib, mana bu bo'sh o'rnini joyiga deletsiya o'rni hisoblanadi bu yana. Mana shu yerdagi bitta nukleotid deletsiya bo'lib ketgan. Demak, timinni yozib oldik. Ana endi keyingi bosqichimizga o'tamiz. Keyingi bosqichda ko'ryapmiz, keyingi kataklar diagonaldan pastga tushamiz. Guanin va uni qarshisida ham guanin. Demak, ikkala nukleotid bir-biriga match va bu ikkala guaninni birga yozamiz. Va bundan keyin ham yonga o'tishimiz mumkin yoki diagonaldan pastga tushish mumkin. Bo'yalgan katakka o'tamiz. Mana demak, yuqorida sitozin ketma-ketligimizda sitozin va moslik hosil qilib, yana sitozinni oldiga boryapti. Sitozin. Mana bu bitta zanjir bular. DNK zanjir, ya'ni ketma-ketlik. Keyingi katakka tushamiz. Yakuniy katak timin va buni qarshisida ham ko'rib turganimizdek timin. Ikkala timin bir-biri bilan va ko'rib turganingizdek shu tarzda biz yakuniy ketma-ketlikni hosil qildik. Va dastlab siz bilan baholash sxemasiga binoan ketma-ketlikni o'zimiz moslashtirib baholab chiqqan edik. Mana bu kabi. Xuddi shu kabi moslashtirilgan ketma-ketligimizni, yakuniy ketma-ketlikni baholab chiqqanimizda, ya'ni adenin match bahoni beramiz, ya'ni match score 1 ball. Bu yerda gap score -2, match score +1, xuddi shu kabi bu yerda ham +1 va +1. Yakuniy qiymatimiz 2 ga teng bo'layotganini ko'rishimiz mumkin. Va bizda mana bu yerda matrix jadvalining yakuniy qiymati ham 2 ga teng bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Va shu bilan bizning Nedemann-Walsh algoritmi haqidagi video darsimiz yakunlandi. Ajratgan vaqtingizga rozi bo'ling. Nutqimizdagi va texnik kamchiliklar tufayli yuz bergan xatoliklar uchun uzr so'raymiz. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling.